Assalomu alaykum. Mani ismim Sabohat. Men Kreativ Sabohat kanalining ijodkoriman. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu kanal orqali oson yo'l bilan ajoyib o'yinchoqlar hamda uy bezaklarini to'qishni o'rgataman. Kanalimni kuzatib boring va men bilan birgalikda to'qishni o'rganing. Birinchi darsimiz petla, ya'ni halqa to'qish bo'ladi. Halqa to'qishni men 3 xil usulni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga kurchuk, ya'ni to'qish ignasi hamda ip kerak bo'ladi. Birinchi usulda ipni shu tariqa ushlab olinadi. Kurchukni ham ushlab olib, ipni yon tarafidan ilib, boshlang'ich barmoq bilan ushlab olinadi. Halqacha hosil bo'ladi. Bu joyi qo'yolmasdan keyin yana ipni ilib, shu halqachaning ichidan chiqaramiz. Halqachaning ichidan chiqariladi va ipni tortib mana birinchi halqachamiz tayyor bo'ldi. Endi yana ipni ilib olib, halqachaning ichidan chiqarib, shu tariqa to'qishda davom ettiriladi. Ipni ilib olamiz, halqachaning ichidan chiqariladi. Ipni ilib olib, halqachaning ichidan chiqarib, shu tariqa to'qishda davom etiladi. Bu birinchi usul edi. Endi ikkinchi usulni o'rgataman. Ko'rsatkich barmog'imizga ipni bir marta o'rab olinadi shu holatda. Keyin doiraning ichidan kurchukni chiqarib, ipni tortib olinadi mana. Keyin barmog'imizdan ipni chiqarib olib tortamiz. Birinchi halqachamiz tayyor bo'ldi. Shu halqachaning ichidan ilgan ipimizni chiqarib, to'qishda davom ettiriladi. Ipni ilib olib, halqachaning ichidan chiqariladi. Ipni ilib olib, halqachaning ichidan chiqariladi. Endi uchinchi usulni ko'rsatib beraman. Ko'pchilik to'qishni boshini boshlamayman deydi. Bu usulda, uchinchi usulda ipni shu holatda qo'yib olib, bu yoq tarafini ushlab, bir marta aylantiriladi va shu halqachaning ichidan ipni tortib olamiz. Bu yoq ip qo'yib, shu tarafi ham tortiladi. Mana tugun hosil bo'ldi. Bu tugunning ichiga kurchugimizni kirgizib tortiladi. Mana birinchi halqachamiz tayyor bo'ldi. To'qishni davom ettirib ketiladi. To'qish jarayonida ipni qattiq tortmaslik kerak. Qattiq tortilib zich to'qilgan cho'plar keyin noqulayliklar, har xil noqulayliklar olib keladi. Shuning uchun qattiq tortmasdan to'qish kerak. Chokimiz chiroyli va tekis chiqishi uchun har bir halqachalarni bir xil kattalikda bo'lishiga e'tibor beringlar. Shunda to'qiyotgan ishimiz chiroyli chiqadi. Mana 3 xil usulda zanjir choki to'qishni o'rgandik. Darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa,
Fikrlaringlarni kommentariy orqali bildirib ketinglar. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.